39 yaş günlari bilan 26 yaş yo'ldish keldi deb bugun men sen yerdagi 2-3 kunliklarni chiqarib qo'yay, kelib qolsanglar o'zinglar berib izlab o'ynasanglar bo'ldi-ki, mana xo'shal xo'ram dadamlar bilan biz shu Atlantis degan o'ringa mangdik. Bu dengizning ichidagi baliqlarning shu yuganning ichida boqadigan deysiz, shu ishiji debchi. Suv osti dunyosi deb bir o'rni borki, mushta Atlantis deb. Buniki juliyalarimi borki, kelib turib ketsanglarmi bo'ldi-ki. Biz bir qurimish shu dengizning ostidagi narsalarni ko'rib boqaylab ko'rgazma qilyapmiz. Bu yerda har xil yangi baliqlar borki, shunchalik chiroyli qish qilib. Cho'nglar olgandan keyin shu o'rinlarga kelib bir qurdan sayohat qilib ketsanglar bo'ldi-ki, har xil yangi baliqlar borki, shunchalik chiroyli qish qilib. Sizda yo'g'on tosh boqalar borki, mana shunday bir qur manzarlarni chiqarib beray, ko'rib baqsanglar bo'ldi-ki. Shundaq meduzlar va keyin har xil yangi meduzlar berdim, bir pajrasini chupibdik. Oq meduz, sariq meduz demsiz har xil yangi meduzlar va keyin yo'g'on bunda qizil rangli meduzlar va keyin shuncha chiroyli chimu. Andım bunda tarbiyalagan Beijing deb kitap qo'yamni. Nima deydi buni Beijing deydi ish qilib tarjima qilmadim. Shunda nasibaki buningki eg'irligi 800 kilo keldi. Odatda mushta ayrim tarbiyalaydigan odam borki, biroq bir planini ko'ribdik. Anandan keyin bu yerda meyronchilik kiyimlarni kiyib o'ynaydigan qizlar borki, shakangizning ichiga tushilib, buni biroq ko'rib boqaylab sirtiga chiqib ko'rib boqdik. Mana shunday qilib kesh qilib cho'nglarni qo'shib qoldim, shenaga akasanglar bo'ldi-ki. Biroq urdan rasmlarga tushibdik. Bek chiqishi bilan tatgan, lekin bek vaqt bitdi deb so'pini bek chiqalan chiqandim. Shuning bilan bu yerda qaytib biz yana bir yerga keldik. Bu yerninki Wuzhou deb bir ayrim bir orol bor yer ekan, lekin shunchalik optop bek kuchdiki, bu yerga sanglar cho'qim optopni saqlashni yaxshi qilmasanglar, kuyib terilaringlar chuplik ketadi. Kiyimida o'tirib bu orolga berish uchun 15 minut vaqt ketadi ekan emasmi? Bu orolga kiyimida o'tirib Mangdok Wuzhou deb bir ayrim orol bor ekan. Bu orolninki anglashlar qaraganda dengizning suvi Shidoninki qaragan vaqtda suzuk ham pakiz chiqadi ekan emasmi? Shunga bu yana bir aqir ko'rib sayohat qilib boqaylik deb bu Wuzhou dog'imga keldik. Mana kiyimidan tushsanglar mana shunday manzillik yerlar. Bu haqiqatan boshqa orollarga qaraganda pakiz orol ekan-ku, bu suzuk ham chiroyli. Ma'qatruz tizilib ketgan odamlar bo'lsa, ayrim o'tiradigan bir mashinasi borki, shuningda o'tirib shu orolni peqirtib chiqadi ekan emasmi? Bu orolga tizilish uchun 2 soat vaqt ketadi ekan. Biz qo'yxila odamlar oz vaqt kelib qoldik. Bu yerda bir qur tizilib shu mashinasida o'tirib orolni bir peqirib chiqadiganga mangsangiz net soat butungiz chidamaydi ekan emasmi? Mana shunday chiroyli manzarlarni ko'ra olasiz. Apamni qilib ishimisin deb madadamning changini tutib olganini qaranglar, umaqligini. Ko'rinarli ko'ralaysizlar, mana bu yoqning dengizning suvi haqiqatan boshqa shidolardaysiz, boshqa taraflarning suvlariga qaraganda haqiqatan suzuk ham pakiz chiqadi. Bu yana odatda bo'li haydab qo'ydiki, suzukligidan. Yana tegidagi baliqlardaysiz, tashlar shunchalik aniq suzuk ko'rinadi. Opamning damlami shunday qo'shib ketdi. Cho'nglarni bu mishalarga kelib sayohatlarni qilg'izib ketsanglar bo'ldi-ki, o'maqlar.
Bu yerda yaşlar oynaydigan narxlar yalnız oyun turlari bor ekan. Hamda o oyun turlarini xalasangiz o'ynan, xalmasangiz o'ynamasangiz bo'ldi ekan degandekchi. Biz ham da cho'nglar bilan kelgandan o'zimiz birinchi kun kelganda bir qur tiyan qilib o'ynab baqdik qanday. Ko'nglimdagidek bo'lmag'achqa bek o'ynab ketdim qasos cho'nglardan kelgandan cho'nglarning mayli bo'yicha bularni sayat qilsa bularni o'ynatgan ekandik emasmi? Sayat manzillarni bir ko'rib bo'lgandan keyin işte bir rasmlarga tushib, aslimlarni qoldirib, shuning bilan mana shunday chiroyli chiqdi ekan. Deganda chiqib, ishga yana sayohat qilib qaytdik. Mana shunday orliqlar xili ijroqgan sayohat qildigan o'rinlarni olmoqlar. Bu 90da boshqa yana chiqarib beray. Xayr xo'sh.